Archan, Suriya sotishdi. Bayramga ovoz kela qoldi. Qanday yaxshi. Lekin men yangi yilni shu qo'lda kutib olamanmi? 24 yoshli yigit o'zining xatosi bilan pirotexnika vositalaridan foydalanib qo'lsiz qoldi. Bum qilgandan keyin bo'ldi shundoq bordim. Borsam o'g'lim o'zi chiqib ketayotgan ekan, qo'lini ushlab ko'rganimda endi qon edi, yuzi ham qorayib turuvdi-da, o'zim qo'rqib ketdim. Tez yordam ko'rsatishdi, operatsiyaga olishdi. Hozir holati yaxshi, qo'lidan boshqa joyiga jarohat yetmagan. Narsa o'tgan o'zimizga kirishib ketib qoldi. Qo'lim turganda istiqora nima bo'lmagan. Shundan ustaman boshqa ukalarimizga ham unaqa narsani tavsiya qilmayman. Og'ir shok holatda olib kelingan. Markazimiz standartlari asosida tekshiruvlar o'tkazildi. MCGT tekshiruvlari to'liq tarzda o'tkazilgandan so'ng bemorni shoshilinch tarzda jarrohlik amaliyotiga olingan. Jarrohlik amaliyotida chap qo'l kafti tomirlari to'liq uzilishi, nervlari uzilishi va suyaklari maydalanib singalligi, yumshoq to'qimalarning holatini hisobga olib bemor qo'l kafti olib tashlangan. Hozirda bemorning ahvoli nisbatan qoniqarli deb baholanmoqda. Kuygan jarohatlariga ishlov berilmoqda. Mani o'zim boshimdan o'tdi. Farzandligiga ogoh bo'linglar. Nimalar bilan mashg'ulligidan xabardor bo'linglar. Bayramni tinchlikda, salomatlikda kutib olishni istasangiz, sizga tan jarohat yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday vositadan, ayniqsa paqildoqlardan yiroqda bo'ling.